sizlarga asosan issiqxonalarda yonboshini ochishda foydalanadigan motorlar haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Buni ko'rib turibsizlar, bizda zanjirligi, undan tashqari bokovoy lyubetkalar uchun mana rushnoy variantlari hamda elektronniy variantlari ham turibdi. Hozir misol uchun oddiy ikkitasini sizlarga ko'rsatib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bu qayerlarga qo'yiladi deydigan bo'lsanglar, bu qo'lingizga yetmaydigan balandroq joyga qo'yiladi. O'zini maxsus zanjirlari bor. Zanjirlari yordamida issiqxonani ichki ikkinchi qavatlariga yoki birinchi qavat yuqori tomonlarini ochish uchun foyda beradi. Ikkinchisi bo'lsa oddiy rushnoy variantimiz. Bu issiqxonani yonboshini ochib yopishda foydalanish uchun juda ham qo'l keladi. Xuddi shuni boshqa rangdagisi, boshqa modeli bor. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni kuzatib boringlar. Keyingisida elektronnilar haqida ham ma'lumot berib ketamiz. Sizlarga bunday motorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning ofisimizda bor. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib xarid qilishinglar mumkin bo'ladi.